Birodarlar, bugun bir sahoba to'g'risida, mashhur, mahbub bo'lgan sahoba to'g'risida gaplashamiz. Axloqli. U esa Usmon roziyallohu anhu. Zinnurayn. Xutbalarda, juma xutbalarida siyama ala siddiq wal faruq va Zinnurayn deb eshitamiz-ku. Mana shu Zinnurayn to'g'risida gaplashamiz. Zinnurayn Usmon roziyallohu anhu. Zinnurayn. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Birodarlar, bugun bir sahoba to'g'risida, mashhur, mahbub bo'lgan sahoba to'g'risida gaplashamiz. Axloqli. U esa Usmon roziyallohu anhu. Zinnurayn. Xutbalarda, juma xutbalarida siyama ala siddiq wal faruq va Zinnurayn deb eshitamiz-ku. Mana shu Zinnurayn to'g'risida gaplashamiz. Zinnurayn deyilishligidan ma'nosi shuki, ikkita nur egasi, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 2 martadan kuyov bo'lganligi sababli Zinnurayn deb turib laqablanganlar. Endi Usmon roziyallohu anhuni tug'ilgan yillariga kirsaylik. Usmon roziyallohu anhu payg'ambarimizdan keyin, ya'ni fil yilidan keyin 6 yildan keyin tug'ilganlar. Ya'ni payg'ambarimizdan 6 yosh kichkina bo'lganlar. Islomga kelishlariga kirsaylik. Usmon roziyallohu anhu 4-chi bo'lib islomga kirganlardan hisoblanadi. Islomga kirishlariga sabab Abu Bakr roziyallohu anhu bo'ladi. Usmon roziyallohu anhu islomda ham, johiliyatda ham aroq ichmagan. Usmon roziyallohu anhu islomda ham, johiliyatda ham zino qilmaganlar. Juda ham axloqli bo'lganlar. Bunga dalil, bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boldirlari ochiq holatda o'tirgan bo'ladilar. Shunda Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu kiradi, ash holatda turaveradilar. Keyin Umar roziyallohu anhu kiradi, ash holatda turaveradilar. Lekin Usmon roziyallohu anhu kirgandan keyin boldirlarini yopib nima qiladilar? Shunda payg'ambarimizdan sababini so'rashganda aytganlarki, men farishtalar uyaladigan kimsadan uyalmaymanmi deb turib aytganlar. Usmon roziyallohu anhu 2 marta hijrat qilganlar. Birinchisi Habashiston, ikkinchisi esa Madina. Usmon roziyallohu anhu deyarli hamma payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqqan janglarda ishtirok qilganlar. Usmon roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi qizlari Ruqayyadan bitta o'g'il ko'rganlar. Ismi esa Abdulloh. Ana shu sababli kunyalari Abu Abdulloh bo'lgan, ya'ni Usmon roziyallohu anhu kunyalari. Usmon roziyallohu anhu qarindoshchiligi esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni 4-bobosi Abdushams bilan Usmon roziyallohu anhu 4-bobosi Abdushamsda taqaladi. Ya'ni shu taraflama ham qarindosh bo'ladilar. Ona tomonidan esa onalari payg'ambarimizni ammalarining qizi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 4-bobosi bilan Usmon roziyallohu anhu 4-bobosi bitta odam. Usmon roziyallohu anhuning yana fazilatlaridan biri, Tabuk g'azotida askarlar 30 mingdan ko'p bo'lgan, musulmonlar soni. Shuni 3dan birini Usmon roziyallohu anhu tayyorlaganlar. Infoq qilib. Usmon roziyallohu anhu yana fazilatlaridan biri, qiyomatgacha, Odam alayhisalomdan boshlab to qiyomatgacha birorta odam payg'ambarning 2ta qiziga uylanmagan. Faqatgina Usmon roziyallohu anhu. Usmon roziyallohu anhuga islom da'vati kelganda o'ylanmasdan darhol qabul qilganlar. U kishini islomga kirishlariga sabab Abu Bakr roziyallohu anhu bo'lganlar. Usmon roziyallohu anhu juda ham halim bo'lganlar. Axloqlari juda ham go'zal bo'lgan. Bunga dalil johiliyatda ham, islomda ham umuman aroq ichmaganlar. Bu to'g'risida aytganlar, aroq odamning aqlini ketkazadi. Insonning eng buyuk ne'mati bu aqldir deb aytganlar. Usmon roziyallohu anhuni payg'ambarimiz ikkala qiz bilan bo'lgan hayotida qisqacha qilib aytsaydik. Birinchi bo'lib Ruqayya onamiz bilan yashaganlar. Undan keyin Ummu Kulsum vafot qilgandan keyin albatta unda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayot bo'lganlar.
Usmon roziyallohu anhuni xafaligini, tushganini ko'rib aytganlar, agar yana qizim bo'lganda sizga bergan bo'lardim deb aytganlar. Subhanalloh. Shunday ulug' zot bo'lganlar. Usmon roziyallohu anhuni yana qilgan ulug' ishlardan biri Qur'onni jamlaganlar. Usmon roziyallohu anhu Abu Bakr, Umar roziyallohu anhudan keyin bo'lgan xalifalardan hisoblanadi. Qilgan xilofatining muddati Usmon roziyallohu anhu qilgan hukmlari, ya'ni xalifalik davrlari 12 yil bo'lgan. Usmon roziyallohu anhu hijratning 35-sanasida isyonkorlar tomonidan shahid qilinganlar. Va bu bashoratni o'zi Usmon roziyallohu anhu payg'ambarimizdan eshitganlar. Bir marta Usmon roziyallohu anhu Abu Bakr, Umar tog'ga chiqishganda tog' siljigan. Uhud tog'i edi u. Shunda payg'ambarimiz siljima, qimillama, qaltirama, seni ustingda payg'ambar, siddiq va ikkita shahid turibdi deb aytganlar. Usmon roziyallohu anhu 82 yoshida shahid bo'lib bu dunyodan o'tganlar. Allohim Usmon roziyallohu anhudan rozi bo'lsin va bizlarni ham ana shu sahobalar orqasidan yurishni nasib qilsin.